Janob Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam Me'rojdan tushaman desa, Hazrati 7-osmonda Ibrohim Halilulloh bizning millati boshi quchoqlab ko'rishib, nima bo'ldi bu yoqda dedilar. Ya Ibrohim Halilulloh, Alloh taolo menni va ummatlarimga 50 mahal namozni farz qildi deganda, yo. Hozir fursat g'animat. Ey Allohning habibi, har qancha duoingiz, erkaligingiz ketaveradi. Qayting Allohga yig'lang, sajda qiling, kamaytirsin. Men bilaman, odamlar dunyoparast, haligi ana qilib juda behuda umrni o'tkazib yuboradi. Bular 50 mahal nima deyapsiz, ular unaqaga unamaydi deganlarda qaytdilar. Alloh taologa sajda qildilar. O'sha maqom olida. Alloh taolo aytdi: "Ey habibim, 15 mahaldan kechdim. 35 chiqdilar." Ha, yo, 35 ham ko'plik qiladi. Qayting. Ming hijolatdan borib sajda qilaverdilar. Allohga yalinverdilar. Yana 15 rakat mahalni kechib bordi. 20 qoldi. Chiqqanlarda sevinib, "Voy, odam ham shunday sodda bo'ladimi? Bunaqa 20 mahal namoz o'qolmaydi. Men bilaman, o'zim payg'ambar bo'lganman. Bu odamlar hech bunaqa emas u. Hozir maqomdan tushib ketmasingizdan oldin ularga rahm shafqat qiling, yalining." Yana hijolat tortib borib sajda qilib yig'laverdi. "Ey Tangrim, o'zing kechirgin. Ey Parvardigor Alloh, men beadab kechirgin" deganda, "Ey meni habibim, o'rningdan tur" dedi Alloh. Bu insoniyatlar mening mulkim-ku, buni bironta zot yarata olmaydi. Ota-ona tilni ham yamaydi. Agar Alloh nutfa solmasa, urug'ini solmasa, biz bu chaqaloqni bir tukuni ham yarata olmaymiz. O mulk mening mulkim deyapti. Meni san'atim, hali sen mening mulkim ustida shunaqa hijolat bo'lasan. Mening rahmatlarim bo'lsin senga. Sen hijolat topma. Yana 15 dan kech bordim. 5 vaqt qoldi. Ammo shu hijolat bo'lganingga, ummatim deb shunaqa, ya'ni istrof chekkaningga, meni va'dam o'sha 5 mahal o'qigan namozi 50 mahal bo'lib yoziladi namoyi amal. Ya'ni bir yaxshilikka 10 yaxshilik yozaman, bir yomonlikka 1 yomon. Muborak bo'lsin.